20 ming dollarlikdan boshladik do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilar, otishqozlari. Ko'zinglar mana shu otlardan uzmay turasizlar. Xudo xolasa video obzor chiqarib beramiz. Ona bola ekan bular. Friz. Bugungi sana 31-mart haftani dushanba kuni Toshkent viloyati Qibray tumani O'nqo'rg'onda joylashgan Sho'ro ot bozorimizdan Xudo xolasa chempionlardan eng qimmatidan eng arzonigacha ona bola otlar bilan toylar, ulog'i bor ot, ayg'ir deysizmi, mana bunaqa friz deysizmi, hammasidan chiqarib beramiz inshaalloh. Ko'rib o'zingizlar bu yog'iga baho berasizlar. Ma'lumotga keladigan bo'lsak, do'stlar, yosh 9 yosh, bo'yni balandligi 1.78, biyamiz ana. Narxi 20 ming dollar. Yosh 9 yosh, bo'yni balandligi 1.78. Do'stim, qarang, ona bolaga 20 ming dollarmi? Yo'q. Onasini o'ziga 20 ming dollar, ha? Bolasi 1 yashar. Erkakmi yo baytar? Baytar onasi, bolasi ham. Do'stlar, bolasi ham baytar. Bola nech pul? 10 ming. Bolasi 10 ming dollar ekan. Boshqa narsa egani? Do'stim, Ali. 1 yashar, 10 ming dollar baytar. Birga birimi bu bola nimadan aniq qilgan? O'zini zotdan qochgan. O'zini zotdan qochgan. Necha nomer qo'yamiz? 90lik 029 77 17. Qani sizlarga? Friz o'tkirlari. Ketdik endi. Hojiga assalomu alaykum. Nech pul so'rayapmiz bunga? Ha, yo'q, nima bu? Chempionlar 30 yillik zo'rini haqiqatan bo'lsa havas qiladiganlardan, qo'l oyog'idagi chochig'i bilan, nuqtasi bilan birga ketadiganlar chiqib keldi o'rtoqlar. Mashalloh. 17 ming dollar so'rashyapti do'stlar. Yoshi necha yashar? Yoshi 10 yashar. 12 ming dollarga berilmadi do'stlar. Bo'yni balandligi 180 yevro uruyim metrda. 180 ekan bo'yni balandligi. Zot qanaqa aka bu? Yevropa. Mana chopada. Xushomad ham qilardi do'stlar. lik 668 11 14 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Va so'm berasan, so'm 65 million bo'ldi pop baraka. Bo'ldi. So'm 65 millionga. 65 millionga. Egasini oldingizmi buni? Oldim mana. Mana otsizda. Yoniga. Bitta aylantiring, bitta aylantir. 65 million so'm. Bo'ldi, ber endi gap. Dollar yo'q ekan bo'ladi. Satdor qo'rqaman. Lop ko'rasiz, ekraniga ko'rasiz. Bo'ldi, kel. Hop 66 million bo'ldi endi gap. Ber. 66 million 100% baraka bo'ldi. Baraka ana qil bo'l. Baraka ber. Zakratni ber. 6 million ber. Ber usta bunaqa qilma. 5 mingdan oshdi lekin. Qanaqa past bo'ladi? Ber 2 million. 66 ni sotasiz. 66 ga baraka. Ma'mura. Hap bo'ldi dotdi, hap bo'ldi. Hap kedot. Ya bundan oshmasa Ma'mur hap kedot. 70 millionga qo'ying.
66 bo'ldi. Ma'mur nima deysan? Hafta ot. Mana shu. 66. Yosh kerak, so'ramadim. Ha, bo'ladi. Yana tushib olsa yana bitta. 66 ga berilmayapti mana shu. 66 million 600 ga. Bitta deydi-yu. Odam 66 million 600 ming so'm. Bitta? Bitta. Mana shu inson Tabriklar. hayit bilan tabriklayman. Tabriklar. Hayit bilan tabriklar qo'yishadi. Sotgan odam bu, sotgan odam shu. Qancha ketdi brat? Ulog'i bormi buni? Bor. Yoshi necha yashar? 6 yashar. Toshkentda ota. Toshkentda ot. 795 711 31 31. 95lik. Ha, 711 31 31. 31 31. Usta, mana shu xotinda 5-6 ot bor yana. Rustam aka, bormi bunaqalarda? Ko'p, aloqaga chiqaverasizlar. Bayaqar eng xunugini olib chiqdingiz barmisa bozorga? Ot ko'p. Bundan zo'ri bo'lsa, Ben aloqaga chiqaverasizlar. Egaga 500 ga xabar bor ekan. ot bozoriga shu insonni ko'radigan insonlar ham bor mana tushib. Butun respublika tanyapti hozir. Qozog'iston, Qirg'iziston bilan ham. Ibrohim aka, eng qimmat qo'l qo'shgan otingiz qaysi biri bo'ldi? Bugungisi mana shu. Shu bo'ldi. Lekin otaga puli o'zi bilan ketdi ekan. 66 million 600. Mana degan insonlarni qarara. Mana. Qora jentiradi, maqtanadi. Katta bolaga. Katta bolalarni markabi bu-da. Ya olgan bola ham mahkam maqtanib yuradi lekin. Hurmatli obunachilar, go'shtga ketayotganlarimni gaplashamiz. O'rtadagi 19 million. 21 million. Bunisi qancha bo'ldi? 18 million 200 dan bo'ldi. Go'sht narxi necha bo'lyapti hozir ot go'sht? 80 ming bo'lgan ekan. 80 mingdan 85 gacha. 84 dan bermadi, semiz turibdi ko'rsiz. Aha. To'g'riga boradi. 84 mingdan bermadilar. Voy mashallah. Bunisi necha bo'lyapti? Aka. 20 million 500 ming bo'libdi. O'rtoqlar 80 milliondan 80 mingdan 84 minggacha bo'lgan ekan. 84 mingdan bermadilar. Bobur akam o'zimizni. Navoda go'shtga kerak bo'lsa yoki toy qilaman yo ot qilaman niyat qilgan ukalarimizga Bobur akam nomerini qo'yib ketamiz. Sergilikda, Qumaruvda o'zimiz chiqarganmiz. Xo'sh, ularda misli tugalmas boylik, xazina bor. Rossiya davlatdan kirib kelyapti. Hozir o'nli partiya. To'yishga deysizmi, minishga deysizmi, toy qilaman yoki baytal biya qilaman yoki to'g'dirib olaman desanglar ham bo'g'ozlaridan ham bor. 98lik 305 06 02 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishinglar mumkin. Semiz ot kerak bo'lsa, nobodi. Qo'jaga bunisi qancha bo'lib? 19 million bo'libdi bunisi. Bo'ldi mana do'stim. Isming nima? Baxtjan. Baxtiyor? Baxtjan. Baxtjon? Mana. Bitta aylantirib qo'y. Nech pul bo'ldi bu jonivor? 19 million? 400 ga olib berishdi. Voy mashallah. Mana. 19 million 400 ga baraka bo'lganlari. Salom, yaxshimisiz? Yaxshi charchamaysiz. Sekin o'tishga. Xo'p, salomat bo'ling aka. Ukam baraka top. Hurmatli obunachilar, Taysonni navbatdagi oti bilan sizlarga efirga chiqarib beramiz inshaalloh. Ko'rib o'zingizlar baho beradi. Tayson, nima ekan buni? Zoti nima? Aha. Yoshi necha yashar? Yosh 7dan 8 ga o'tadi. Narxi? Narxi 3000. 3000 mana savdo qilsa. Aha, narxi 3000 dollar kami bor, a? Kam bor. Balaligi necha, ukam? 65 plus. 165 plus. Savdo bu. Sizlarnikimi? Akamlar, yaqin akamlar. Mana o'rtoqlar, xuddi shu ot savdo bo'lyapti hozir. Necha pul? Qancha qilyapsizlar? 2000. 2000 dollar. O, yomon so'ramadi. Oke. Yoshi ham baland ekan, oke. Mana baraka. Bir chiqim bo'ldi. Patta ber, matta ber ish narsa bo'ldi shu bobo. Mana 2000 bo'ldi. Kichkina pul bo'lmayapti, bering. Bering do'stim, olib borib miniylik. Bering. Baraka deydi, oldim mana
2000 dollarga mana. Ot savdo qilishyapti. tarbiya qilib olish. Bu tarbiya Minilmagan, turgan ekan. Ozgina oldi-orqaga tarbiya qilsa bo'ladi. shunaqa azizcha 3 kun tarbiya qilib olishsa yaxshi ko'z tegmasin. Risaki bor ekan. Yo'rg'a anaqasi bor ekan. Tez yuradi. Odimni yaxshi. Bular ham boshqa ubukum qildimi savdo? Necha pul qilishdi? 30 million qilib bo'pti. Hamma o'zinikini qiladi. O'shanchaligani o'rtada. Hozir bittasini o'rgataman. 99 lik 303 54 10. O'rtalarni 7 dan 8 ga o'tadi. Shunaqa. 23 millionga savdo bityapti, xudo xolasa. Ber botmon baraka. Sotoraman hozir. Bitta bayonchi baraka. Botmon baraka. Bo'ldi botmon baraka. Botmon baraka. Ber ixtiyor. Ber hali yo to'rt. Ber pulni ber. Yo'q, teng. Yo'q, to'liq ko'rmagan. Qonun chiqarmagan. Yomon narx bo'lgan yo'q. Shu ham deydi, bering. Qo'ling bilan maslahat qilasan. Ko'ringchi. Voy, birog'iz aytib ko'ring. O'zi ayta hozir. Voy, qalblari 23,5 deyapti-da. Yuraklari tuk tuk. Jar, so'rab oladigan birog'iz. So'rab oladigan birog'iz eshitsinchi. O'zida qolsin. Yo, o'zida qolsinchi. Mana bilasan-ku, sen bilan yaxshimi? Kirishim kam ber. Ishlamasang kim? Mayli. Mo'ljallikni bittada gapirdim. Okey, mo'ljallikni bittada aytdim, to'g'rimi? Mana aka mo'ljallikdan pulni bermayman dedim. To'g'riga to'g'ri yuring. Alloh pulga ber. Yo'q. Men tushuntirganim joyim. Pul olmaydi. Ha, ishlayman. Ko'rmanglar, chiqib qoldi. Menga qolsin baraka. Nima bo'ldi hozir? 23 million? 23 million. Ham chigaringni de. Anu. Mana shu suvda bo'lyapti. Hozir nariga emas ekan. Narxi 3000 dollar ekan o'rtoqlar. Yoshi necha yasha? 2,5 o'sha. Bu baytalmi shunda? Baytal ekan. Bozor qancha qildi sizlarimiz? 20? Qochganmi, qochmaganmi? Qochirib qo'yishmiz. Qochirib qo'yishdimi? Necha nomer qo'yamiz aka? Nomeringiz 97lik 776 0907. Do'stlar, yebishga garantiya bor-a? 2,5 yosh. Bo'yni balandligi bor. Hurmatli obunachilar, qishin, yozin bo'ladi. Astayam akam dedi. Doda bugun assalomu alaykum, bayramingizmi? Charchamasdan. Yaxshi kutib oldinglarmi? Bu narxini nechmi so'raymiz? 19 million. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Nechisiga? 6. 6. Yoshi necha yosh? 5-6 ta tuqqan ekan. Narxi 19 million kam bo'ladi, bo'g'oz. Bozor qancha qildi, sir bo'lmasa, doda? 17 sir. Salom. Bayramingizni, ayollaringiz. Zo'r, xudo shukr. Nomer qo'yaramiz ham, doda? Ayting nomeringiz. 90lik 937 14 32 do'stlar. 4,5 dollarga savdo qilishyapti. O'ylanganmi? 4,5 dollar narx. Berishyapti, ozgina borish. Mana.
Yosh 6 yosh. Ulog'i garantiya. Yosh 6 Joy yosh. kichkina qilyapti. Ulog'iga garantiya. Qo'llarini balandligi 1.70 plusmi? Ko'rmay o'zimizga qoldi. Onasini emsini. Davay, Ibrohim begina qilay. Ketdi onasini emsini. Begina qilmay. Berasanmi? Ber o'zimizga. Ha. Olmay ketdi-yu to'g'ri. O'zlariga so'rayaptilar-da endi. Olasam to'g'rimi? Shaqqilab sana beramiz ona. Bering bugun. Zo'r pul bo'ldi lekin. Ber. Mana jonivor. $4.5 ming ber. 4 mingga berdi sani. O'zingiz qo'ygan 4.5 mi qo'ya olasizmi, qo'ya Ya olmaysizmi? qo'llay ko'tarmadi, bir ochga olib bermoqchi. Puli bor ekan. Qadang. Mana endi suvdan ajali bo'ladi. Polvon. Voy, ular chopadi, oqtat bo'ling, ey. Mana yo'q adarasi. Oldiga yursin. Haydi polvon. Ibrohim aka. Bozori dangas. 70 million deyapti, 25 kvot. Mashina ham bermayapti, zamniga tusharyapti, 30 ga. Orqamacha borib chopadi ularni. Orqaliga keldi. Bu ot ichiga jin kirganga o'xshaydi. Ha, qarang. Jin kirgan ham. Ha. Oldiga bir urishib sana qiladi. Tez haydib bo'lyapti bu yoqda. Ichiga jin kirganga o'xshaydi. Yoki jini bor odamlarni ko'rdim, suymayapti. O'shanga yurgisi keldi. Hali yurib ketdi, ha jonivor. Yurishi bilarkan. Bu otning nomini dangas deb nomlaymiz. Dangas. Oy! Shunaqa chempion otlar haqida to'liq va ma'lumotni berish va olish uchun mana shu akamizning kanallariga o'tib obuna bo'lib qolsanglar, Instagramda Xorse O'zbekiston. Do'stlar, Sherst ekan. Kamtarin inson. O'zimizga o'xshagan jaydar yigit. Yurg'izing. Alloh rozi bo'lsin. Mana maşallah. Hurmatli obunachilar. Qaytaring aka. Narxini nechmi so'rayapmiz? 3.5 ming dollar. Yoshlarichi? 6 yashar. Qaytaring. Bizani oldimizga bunda to'xtaylik, biz aylanamiz. Bo'yni balandligi. 1.70. 1.70. O'zingizlar plus minusi bor do'stlar. O'lchab olasizlar. Lekin yog'ochligi qanaqa? Zot qanaqa? Qorabay. Ulog'i Hisob ko'rmaydi. hisob ko'rmadi. Halol ekan-a? Ulog' haqida ma'lumoti yo'q. Yo'q. Bolaga qanaqa? Oilaga, bolaga 7 yoshdan 70 yoshgacha nima xushomad qilmaydimi? Yaxshimi? Necha nomer qo'yamiz do'stim? 99lik 725 0919. Mana navbatda. Do'stim, nechta so'raymiz unga? Va'no, ko'rayapman. Voy. Qaysi biri bo'lyapti? Ey! Hayron bo'lmasa, o'rtoqlar, menimcha baraka bo'lyapti-yu. Qaysi biri? Mana qizilmi? Nech pul? 3 mingga berishmayapti. Voy, ekranga dog' shu, sal ochinglar. YouTube'da Keling. Mana shuncha odam ko'rib yuribani qilyapti. Keling aka. Kamini ham oshqilib so'ramang. Yo'q.
$3000 mana bu qizil ot. Valerianga ichimdan taqib videoni zo'rin ko'rasiz. İşini bitirsin. 26. 36. Yo'q, sizga 500 ming siyli 40 milliondan Bo'lmaydi unga siz aytganga bo'lmaydi. 500 ming 40 ta kishi boradi. Chiqishda 500 ming chiqdilar. mana qanga turgan ekan. Aka sotinglar. 3000 yomon pul bo'lmadi lekin 3000 dan ham shu bor. Zo'r pul bu. 3500 ming chiqdilar. 3050 bor. Bering soting. 3050 dan shu 3050 dan 75 mi sen qilib? Sen ham 3100 bor, aka. Mo'ljal 40 millionning ustiga ekan. Do'stlari boriga shukr, ishim bitsa men ham xursandman. Sen bo'lib soting. Aka sotmang, otingiz zo'r aka. Faqat nima ish qilarsiz? Zo'r aka. Bering aka, yomon pul bo'lmaydi. Baraka deng. Zo'r ekansiz. So'rab ko'ryapsizmi, olasanmi, olmasanmi? Yo'q, telefonga olamadim-ku, ukam. Nima gap deb? O'rtoqlar $3000 yana ketdi. Bunu sudrab yuribmiz. 3000 bo'lsa ekan. Savdo qiling, bering. Savdo qiling, qiling. 3000 dollar ekan o'ziga qoldi. 3000 dan emas, 3000 dan siylar. Yo'q, bu yoqqa yo'q deb demangiz aka. Nima bo'ldi? Mart bo'lib savdo qilganman. 3000 bo'ldi bersa. 3000 dan siylar bering. Keyin soldi mehnatiga. $3000 o'ziga qoldi. Bering. 3000 dan siylar. Bering shuncha mehnat qildik shu bola. Bering. Bir ikki so'm so'ragan, men so'ragan pul 28 pul olasiz. Baraka bo'ldi. Ha, astoydil. 3000. Ertalabki pul emas, bob baraka. Bera olasizmi, sota olasizmi? 3000 ga qo'yib, bularni ham qanday bir so'm pul 3000 ga ber, bularga pishirib ber. Qardor ko'p. Aka. So'mda gaplashing, men ham so'mda gaplashing. 39 million 500 bo'ladi. $3000 39 million 500 bo'ladi. qarang, yo'q. Boyagi 3000 3000 aytganingiz. naqd so'ragansiz 39 million 500. Mahallangizdagini gapi gap bo'ldimi? Gapingni, okey. Boshqa gap kerak emas. Ayting. Men uyalamanda 3000 ga berishga qo'shni mog'anlarni uyalamanda. Uyalas otsizlik bu. Erkak kishining so'zi bor. Haqiqatda shunaqa. 3000 ga deb bermagan. Sotib 40 million. Otingiz 40 million. Bor baraka. Berasizmi? Berasiz 40 million. Mana. Bor baraka. Rozi. Qo'yinglar. Siz rozimisiz 40 millionga? Mana 40 millionga sotildi. Olganni uyda, olmaganni tushida ko'radigan mana joylaridan keldi. Ekranni 2 marta qizartirib qo'yamiz do'stlar. 3 ta odam pishirib, sizomi ketgan ot. 40 millionga baraka bo'ldi. O't og'a. Necha ming so'rayapmiz? Assalomu alaykum. $2,500. Kami bor-a? Bozor qancha qildi siringiz? Bozor 20 million so'm qo'y. 20 million so'm. Mo'ljallik necha pul yuraydan gapiring. 2000 bersiz bo'ladi. 26 bo'lsa keturadi. Yana so'm. Anaqalari, anjomlari bor. Hop. O'ziga spesial yasab turgan. Ishda Mana qara shaharda ham bemalol. ha, mashina qo'ygan. Poyezd, traktor malaka deysan, xurd kelmaydi. Kishi Zot qanaqa buni? Arab polis. Arab qo'ymiz. Nomeringiz ayting. 97lik 97lik 770 770 1376. 1376. Aslahalari bilan ketargan, anjomlari bilan. 3-7 orqasida nomeri ham bor ekan. Hozir bu yoqdan olaylik. 0739 ekan. Bu zot anaqasi qanaqa kelib chiqishi? Kelib chiqishi o'sha Rossiyadan kelgan. Konzavoddan kelgan. Mana olganman, galada kelgan, galada olganman. Bo'g'ozmi bu? 15 kun bo'ldi qo'ygan joyga. 15 kun bo'libdi. Zot qanaqa buni? Zotin teshini bilmayman. Narxi necha pul? Narxi $2,5 $2,500. Kami bor. Nimaga qo'ydingiz? Qanaqa ot? Yaxshi. Videolar
narxi 2,5 ming dollar kam bor ekan biyani. Yoshi necha yasha? Yoshida 6 yaş. Telefon raqam 97lik 770 13 76. Ya siz tushmang. Necha ming so'rayapsiz aka? Bularni 15 million so'rayman. Jupiga 30 kam bor ekan. Bozorimiz qancha qildi mana bunisini? 14 million qo'yapti. 13 million 8 million qo'yapti. 13 ming 800 qildi. Yosh qanaqa? Bir yashar to'liqda. Biri erkak, biri urg'ochiga. Yo, ikki ham erkak. Ikkalasi erkak. Ha. Aka necha nomer qo'yamiz? 97lik 734 80 80. Jon hisobimiz. Pul rangini so'raganlar. Mana. Bolasi erkak urg'ochimi? Bolasi paytadi. Qanaqa bu? 35 so'ramiz. 35 million kami bor-a? Yoshi necha yashar? Yoshi 7 yashar bor. Bozor qancha qildi sir bo'lmasa? 28 million 200. 28 million 200 qildi bozor. Necha nomer qo'yamiz? 93lik. 93lik 573 573 1907. 1907 o'rtada. Qo'ng'iroqni bog'lanishi. Yerishiga garantiya bor-a? Zo'r yemish. Qancha bo'ldi yigitlar shu? Assalomu alaykum. Jupikam, yaxshimisiz? Bayraminglarmi? Charchayapsizmi? 25 25,5 million bo'ldi. Jupiga mana. Ikkita urg'och. Sigir bo'yicha chempion Zoir ukamiz otga aralashdi. Bu nimadan alomat? Assalomu alaykum. Do'st, salom. Babu. Dodam nech pul qo'yasiz? Faqat tomosha hozir. 80 ming qilishdi bunisi. Toshkentda go'sht narxi 84 ming, 85 ming, 83 ming, 81 ming. Oriq semizligiga qarab boradi. Nech puldan bo'ladi go'sht? 84 ming so'rayapti. 84 mingdan berilmayapti. Oddiy motivatsiya. Endi bilinglar, qaysi viloyatda kim yashaydi? Bir kommentariyada xabar olib, qaysi viloyatda nech pul bo'lyapti? Bizda 84 mingdan pichir savdo boshlandi. Mashina bor. Sog' bo'ling. Necha pul qildingiz aka siz? 84 ming. So'yishga. To'g'risidan go'sht narxlari ot go'shtiga ham ta'sir qilgan. Endi qaysi viloyatda kim qanchadan sotdi bugun? 31-mart kuniga. Qayta yo'lini tabriklab qo'yaman. Video davomida noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. O'rtada mana shu otlar savdo bo'lyapti hozir. Tog'a qanchaga oldingiz buni? Voy dadam, nech pul bo'pti bu? Bilmadingizmi? Mana Bobur aka, bismillahirrohmanirrohim. Mana shunchasi. Savdo bo'lyapti. Sizlar uch bozor aylangan otimizani. 16,200 mingdan Bobur akam telefon savdo qilyaptilar, olib qo'yishga biladi endi. Bu ot so'yilib ketadi. Pulingga yana qara. Shunda men qara yana 600 ming so'm qo'shasizlar. 16,100 dan. 13 million bo'ladimi shunda? Ola baraka bo'l. Tamam bo'l ber endi. Ibrohim akam nech puldan qo'yib gapirma bo'l naqd pulga. Hop naqd pulga. Bo'ldi. 3 millionga chiqdi mana.
98lik 305 0602 raqamiga qo'ng'iroq qilib zakaz qilishingiz mumkin. Rossiyskiy abaga to'y va biyalari bor, bo'g'oz. Xo'p. Uzr so'rayman, 114 millionga 7 tasi. Chiroyli yuring. 15 mingdan kam yo'q, ana. Sotmagan noma, ey, men qarang. Yurib so'ring. 114 millionga. 16 bilan 300 mingdan. Mana inson Bobur ekan bo'ladi. Shu insonni har doim otlarni chiqarib beramiz. Zakaz qilishingiz mumkin. Sizlar shildan aytolmayman. O'zing yashab turib bilasan deydi. Yurib so'ring ozgina. 16 million 300. Yoshi 5 yashar. Shu savdo borda hozir. Videoni to'xtatamiz. Xudo xolasa mana bozorga sal bugun kechgacha yurdik, yakunladik. Inshaalloh keyingi safar videolarimizni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Tushunmagan joylarni telefon qilib egalaridan so'rab olishingizni iltimos qilamiz. Film tugadi.